oxirgi uchrashuvimiz. Menga qaytib qo'ng'iroq qilma. Men tuzalmas dardga chalindim. Samira, men o'zim hayotimga qo'shib, seni ham hayotingni barbod qilgim kelmayapti. Bu nima deganingiz, Rustam aka? Men ko'nglingizni qoldiradigan hech bir ish qilmadim-ku. Hozirda davosi yo'q kasallikning o'zi qolmagan. Shifokorlarni zo'rga ko'rinsangiz, hammasi yaxshi bo'lib ketar. Samira, agar bu dardning davosi bo'lganda, men sen bilan xayrlashmagan bo'lardim. Dunyoning eng zo'r shifokori ham bu dardga davo topa olmagan. Qancha umrim qolganini ham bilmayman. 5 yil, 3 yil, balki 1 oy. Yo'q. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Rustam aka, inson hayotga bir marta keladi. Men hayotimni sizga bag'ishlashga ont ichganman. Samira, bir narsani tushunmayapsan. Xo'p, davom etadigan deylik. Vaqt kelib ota-onang meni kasalim haqida bilishsa, seni menga berishmasa men nima qilaman? O'sha paytda juda ham og'ir bo'ladi menga. Aytgancha. Ana bu kreditni o'zim hal qilaman. Pulini har oy o'zim to'layman, sen tashvishlanma. Men hozir buni o'ylamayapman. Men siz qayerda bo'lsangiz, nima dard bilan og'risangiz ham siz bilan birga bo'lishni istayman. Meni aro yo'lda qoldirmang. Samira, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Shunchalik yaxshi ko'rganimdan seni baxtingga to'sqinlik qilishni xohlamayapman. Men endi nima bo'lsa ham peshonamdan ko'raman. Sog' bo'l. Rustam aka, Sizga kimdir ko'zlaringiz chiroyli deb aytganmi? Yo'q. Ko'zlarim oddiy-ku, shuning uchun hech kim ahamiyat bermagan. Yo'q. Ha. Bilasizmi? Bu ko'zlaringiz tubida Moviy dengizni ko'ryapman. Qani edi mana shu dengizda cho'milsam-u, ko'zlaringiz ichida g'arq bo'lib ketsam. Ha, juda ham oshirib yorasiz, Bekzod aka. Shaharni go'zallik qutqaradi deyshadi. Sizni go'zalligingiz esa dunyoni qutqarsa kerak. Rahmat, Bekzod aka. Ha, siz ham chakkimassiz. Ha, aytgancha qo'lingizga nima qilgan? Ha, bu chandani yoshligimda orttirib olganman. E'tibor bermang. Ha. Aytgancha. Meni masalan nima bo'ldi? Ha, kredit masalasimi? Ha, men pasportimni olib kelganman. Mana. Ay, yaxshi. Siz xavotir olmang. Uncha ko'p pul olmayman. 20 million olsam yetadi. Kreditni yopib, keyin to'yimizga harakatni boshlaymiz, a? Ha, hijolat bo'lmang. Hammasini tushunaman. Siz hamma ishlaringizni bitirib ola qoling. Ha, aytgancha, menga muzqaymoq olib berasizmi? Muzqaymoq yeysizmi? Muzqaymoq sizdan aylansin, go'zalim. Qanaqasidan olib beray? Qulupnoyligidan. Qulupnaylik? Ha, yaxshi. Siz o'tirib turing, men borib kelaman. Men shu yerda tushib qolaman. Dugonamni ko'rishmoqchi edim. Shu yerdami? Ha. Ha, yaxshi. Shoshma. Mana pasporting. Ishlarimni hal qilib oldim. Endi har oy kreditni o'zim to'layman, sen tashvishlanma. Sen bilan ertaga ko'rishamiz. Ha, men sizga ishonaman. Bo'pti, dugonam kutib qolmasin. Yo'q, kuzatib qo'yaman seni. Ha. Yaxshi tur. Ha.
Samira, nega hovli qilyapsan? Ana Kimga mashina shofyori kim? Mabodo ismi Rustam emasmi? Yo'q, u Bekzod akam, yangi tanishim, juda ham yaxshi yigit. Ha, Rustam akaga juda ham o'xshar ekan. Mashinasi ham, nomeri ham bir xil ekan. Yo'q, sen adashyapsan. O'zi senga Rustam aka kim bo'ladi? Bir tanishim edi. Biz bir-birimizni yoqtirardik. U menga uylanaman deb va'da bergandi. Tuzalmas dardga uchrab qolib, men bilan ajrashdi. Tuzalmas? Ha, Tuzalmas dedingmi? Qanday kasallik ekan u? bilmadim. Ko'rinishidan kasalga ham o'xshamaydi. Qo'lida chandig'i bor edi. Men o'yladimki, kasali shu chandiq bilan bog'liqmikan deb. Chandiq? Chandiq dedingmi? Bekzod akamning ham qo'lida chandig'i bor edi. O'ng qo'lidami? Qilichga o'xshagan, to'g'rimi? Ha, aytgancha qo'lingizga nima qilgan? Ha, bu chandiqni yoshligimda orttirib olganman. E'tibor bermang. Ha, o'ng qo'lida. Sen qayerdan bilasan? Xuddi o'sha. Nega senga o'zini Bekzodman deb tanishtirdi? Menga ismini Rustam degandi. Nomimga kredit olib, shu pulga davolanaman degandi. Kredit? Bekzod akam ham men nomimga kredit olgandi. Nima? To'y qilamiz degandi. U firibgar shekilli. Sen bilan menga o'xshagan sodda qizlarni aldab, nomimizga kredit olib qochib ketadigan. Yo'q, sen adashyapsan. Nahotki Bekzod akam shunday bo'lsa? Adashyapsan. Bo'lmasa nega senga Bekzodman, menga esa Rustamman deb aytadi? Rustam akaga telefon qilsam, o'sha kundan beri o'chiq. Kreditni ham o'zim to'lab yuribman. Nima deyapsan? Bilasanmi, dadam bilsa meni o'ldiradi. Nima? Senda uni uy manzili bormi? Yo'q. Lekin mashina nomerini bilaman. Akamni gayida tanishi bor. O'sha orqali uni toptiraman. U firibgarni adabini berdiraman. Iltimos sendan. Agar uni uy manzilini topsang, menga lokasiya tashlab ber. Dadam bilan boraman. Faqat men hozir shoshilyapman. Xo'p, Mayli, yaxshi men bor. ham uni adresini topishim kerak. Xo'p. Akmal, Ye, qalaysan? qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimi? Rahmat, o'zingchi? Ha, yuribmiz, xudo shukr. Hali ham yuribsanmi bu qizlarni aldab, kreditlar olib, ha? Ha, meni bilasan u. Ushlagan joyimni qo'yib yuborayman. Ha, keyin u qizlaring men nomimga kredit oling Akmal aka, nos pul qilib ishlatib yurasiz desa, qarab o'tirmayman u. Gapni ham olasan-da. Lekin bir tarafdan senga qoyil qolaman. Mana masalan, men qizlar bilan tanishsam bor-u, oddiy prosta borib tanisha olmayman. Mayli tanishdim ham deylik. Doim men ularga rasos qilaman, ular menga bir tiyin ham sarflamaydi. Soddasan-da, sodda. Balki senga qoyil qolaman. Shaharda takku qizlar bilan yurasan. Kamiga ular senga pul beradi. Lekin u qizlarga iching og'rimaydimi? Menga qara Komil. Akmal bo'lish hammaga ham emas. Bilasan, shaharni manaman degan qizlarni o'rayman deb ko'pchilik bilan bahs bo'ylagan. Hali yengilganim yo'q. Shunday ekan, ularga nimaga ichim og'risin? Yegan yeb qoladi degan gapni eshitganmisan? Bo'ldi. To'g'ri. Gapingda jon bor. Lekin ular u kreditni qanday to'laydi? Yo, ota-onasi bilib qolsa, seni tinch qo'ymaydi-yu. Men buni ham o'ylab qo'yganman. Xo'sh. Men ulardan ko'p pul olmayman. Deylik 15 yoki 20 million. Hali vijdonim ham bor-deng. To'lashga qiynalishmasin deyman-da. Ha, qo'y. Ularga qilgan yaxshiligim shu. Eplashadi. Keyin men u qizlar bilan gaplashayotganda ismimni, ma'lumotlarimni, uy manzilimni sir tutaman. Keyinchalik muammo chiqmasligi uchun. Ha, yana kreditni olib ishim bitirgach, sim kartamni ham almashtirib olaman. Menga ham o'rgatsang bo'lar ekan. Shunaqa yo'llar edi. Ajoyib mazza berib senga o'sha babnik bo'lib ketarmidim. Eplagan eplaydi. To'g'ri-ku, lekin baribir men senaqa bo'la olmasam kerak. Chunki u qizlarga dilim og'riydi-da.
Hali hayotni achchiq-chuchugini ko'rmagan. Xom qizlarda ular. Ey, o'zlaridan ko'rishsin. Kim aytdi ularga hali tanimagan yigitingga kredit olib ber deb? Bu meni muammoim emas-ku. Ey, bilasan? Yaqinda shaharning eng boyvachcha qizini ilintirdim. 3-4 kun gaplashdik. Qarmog'imga ilingandan keyin pasportingni ber, nomingga kredit olaman desam, Xo'sh. qiynalib yurasizmi? Undan ko'ra dadam pulini olib chiqib beraman dedi. Olib chiqib berdimi? Olib chiqib berdi. Endi bunisiga nima deysan? Bilmadim. Ehtiyot bo'l. Xullas bu ishlaringning oxiri yaxshiligi bilan tugamasligi aniq. Aql o'rgatma, o'zim bilaman. Yana o'zing bilasan. Bo'pti. Mayli, men ketdim. Charchama. Iya. Tinchlikmi ona? Nima bo'ldi? Nima yig'layapsiz? Keldingmi? Singling. Nima bo'ldi Gulziraga? Gulzira? O'zi qani? Sog'mi axir? Sog' bo'lmay o'lsin. Qiz vaqtincha it baqsam bo'lmasmidi? Nima deganingiz? Xudoyim, ona yig'lamasdan to'g'ri tushuntiribroq gapiring. Nima bo'ldi axir? Singling bir yigit bilan tanishgan ekan. Xo'sh, U yigit singlingni aldab, nomiga kredit olib qochib ketdi. Endi shu ham bormidi meni boshimda? qancha olibdi kreditni? 300 million olibdi o'g'lim. 300 million? 300 million. Voy, ona u qizi ahmoqmi? Tanimagan, bilmagan odamga shuncha pulni qanday olib beradi? Xudoyim, Gulziraning o'zi qayerda? U yigitning uy manzilini bilar ekanmi? Bilmas ekan. Yaqindan tanishgan ekan o'zi. Gulzirani hozir dadang ichki ishlarga olib ketdi. O'rgilib qo'ydim sendan. Nima shu? Qaysi kallimni bolalarga kredit olib berasan, ey? Aka, Ko'zlaringni o'yib ol. Shumi? Aniqmi shu? ha shu. Ey. Mayli, siz o'tirib turing, men hozir eshikka qaray. Sen bilan uyga borganda aytmışım. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Ha shu. Menga Rustamman degandi. Dugonamga Bekzodman debdi. Hali siz Sefirga Rustammisan? Yo'q, kim? Aka, Adashsiz aka, men ismim Akmal. Seni o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Isming nima? Nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring. O'g'lim sizga nima qildi? O'g'lim yaxshimisan? Yaxshi. Bu nima qilganingiz bu? Siz kimsiz? o'g'lingiz meni aldab, nomimga kredit olib, kasalman deb qochib ketdi. Nima? Yaqinda bir dugonamni ham aldab, undan ham qarz olgan. Ular ham hozir kelib qolishadi. Nimalar deyapsiz? Singlim. Achchilik qilmay, uyatmaysizmi? Mana shunaqa qilib tirishchilik qilgan, Onajon, ona, meni qo'rqitma. Ona, ko'zingizni oching. Ona, iltimos o'zingizga keling, ona. Iltimos, tez yordamga telefon qilinglar, nimaga qarab turibsizlar? Ona, iltimos ko'zingizni oching. Qo'rqitmang meni, ona. Ona!